Amerika vaqti 6-yilda Amerika hökuməti rəsmi türdə bir bayanat elan qıptı. Bayanatda Türkiye hökumətinin Amerikaga sunğan təklifini hörmət qılımız. U bolsunmu Türkiye dövlətinin ismini Türkiye deyimiz. Türki deməyimiz. Türkiye dövlətinin ismini yıllardan beri İngilizce Türkiye deb atılıb kelayotgan isminin keyniga i harfini qo'shib Türkiye deb ataymiz hem o'zgartdik deb bayonot e'lon qildi. Bunda bo'lishdagi sabab Türkiye davlati bo'lsin, Türkiye hukumati va Türkiye xalqi bo'lsin, Amerika Angliyadan norozilik bir xapchiligi bor ekan. U bo'lsinmi Angliya, Amerika, Kanada ingliz tilida so'zlashgan davlatlarning hammasi Türkiye davlatining ismini Turkiy deb ataydi ekan, inglizcha. Amerikada yilda bir o'tkazilgan minnatdorlik bir bayram bo'lib, bu minnatdorlik bayramida maxsus turda kurk to'g'i so'yib yeydi ekan. Xuddi biz musulmonlar Qurban yetdi qo'y so'ygan o'xshash, bu amerikaliklar minnatdorlik bayramida kurk to'g'i so'yib yeydi ekan. Bu to'g'ining ismi Uyg'urcha kurki deb atalgan bilan inglizcha Turkiy deb atildi ekan. Shuning bilan Türk xalqi va bu amerikaliklar bu yo'g'on go'sht to'g'isini Turkiy deb ataydi ekan. Bizning davlatning ismi nimishga inglizcha Turkiy bo'lib qoldi? Bu go'sht to'g'isining ismimi Turkiy, bizning davlatimizning ismimi bu inglizcha Turkiy ekan-ku. Nimishga bizning davlatning ismi bu to'g'ining ismiga o'xshab qoldi deb faqatla ideyasida o'tmaydigan ham bu Turkiy degan ismga norozilik bildirishni boshlabdi. Yoki bo'lmasa Turkiya davlatining ismi Turkiy bo'lmasligi kerak, yo bo'lmasa bu go'sht to'g'ining ismi Turkiy bo'lmasligi kerak deb ko'p talash tartish bo'ldi. Demak, bu go'sht to'g'isining ismi inglizcha Turkiy, Türkiye davlatining ismimi inglizcha Turkiy deb atildi ekan. Bundaq bo'lsa, Turkiya degan davlatni go'sht to'g'isiga o'xshatib, Turkiya degan davlatning ismini kamsitganlik bir ma'no chiqib qoldi ekan. Natijada Turkiya davlati bu ism to'g'riliq Amerika davlatiga norozilik bildirib va Amerika davlatiga Turkiya davlatining ismini to'g'ri atashni, hargiz go'sht to'g'ining ismiga o'xshatib Turkiy demasligini mazmun qilgan asosda Amerika hukumatiga norozilik taklif sungan ekan. Shuning bilan mushu oyning 6-kuni Amerika davlati rasmiy bayonot e'lon qilib, bundan keyin Turkiya davlatining ismini Turkiy deb atamaslik, Turkiya davlatining ismini inglizchadimi Turkiye deb ataydigan va Turkiy deb atab kelayotgan bu ismni o'zgartiradiganligini bildiribdi. Aslida Amerika, Kanadami Turkiya davlatining ismining bundaq bo'lib qilishini Turkiy deb atab qilishini o'ylamagan ekan. Chunki buning sababi bo'lsa, aslida tarixda Angliya davlati Turkiyani Turkiy deb atagan ekan. Bunda bo'lishiga sabab Angliya davlatiga tunji qitim bu go'sht to'g'isi kirgan vaqtida Angliyadagi inglizlar bu to'g'ining ismining nima ekanligini bilmay, bu to'g'ining ismini nima deb ataymiz degan vaqtida talash tartish qilish orqali, chunki bu go'sht to'g'isi Turkiyadan kelgan, shunlashqa biz Turkiy deyli. O zamanlarda Türkiye'nin ismini İngilizce Turkiy deb ataydı ekan. Shuning bilan bu go'sht to'g'isi tunji qitim Angliyaga kelgan vaqtida bu go'sht to'g'isining ismini topolmay, buningga Turkiy deb ism qo'ysak, ondan Turkiyadan kelgan to'g'o degan ma'no chiqadi deblam bu go'sht to'g'isining ismini Turkiy deb atgan ekan. Shuning bilan inglizcha Turkiya davlatining ismimi Turkiy, eliqi go'sht to'g'isining ismimi Turkiy bo'lib, shuning bilan davomli shunday atılıb kelgan ekan. Bundaq bir atalg'uda ikki ma'no bildiradigan bu ismga Turkiya xalqi norozilik bildirib, natijada go'sht to'g'isining ismi Turkiy bo'lib atildigan, Turkiya davlatining ismi Turkiya deb atildigan bo'lib, mushu oyning 6-kuni rasmiy turda o'zgartirilibdi.